Biz to'yga ketyapmiz. Yo'lda ketayotganimizda juda ham ko'p echki qo'ylarni ko'rib qoldik. Keyin esa nesh pulligini bilish uchun cho'pon oldiga bordik. To'yinaga echkini sovg'a qilish bu juda zo'r fikr. Bo'la biz rostdan ham echkini sotib oldik. Xo'sh, yaxshi xabarlar bor. Biz kirishimiz mumkin. Gap shundaki, o'zbek tilida to'y so'zi bu tantana. Lekin bu har doim ham nikoh to'y emas. Aniqrog'i bu yerda nikoh to'y emas. Bolakay katta bo'lib qolganda va uning bulbullovchida kesiladigan narsasi bo'ladi. Kesish jarayoni esa sen chuchul xassa haqida gapiryapsanmi? Ha, chuchul xassa. Biz shuni to'yga borgan bo'ldik. Endi kimga bu echkini topshirish kerak? Bularning farzandi chuchul xassa bo'lgan. Bizni mehmonlar dasturxon ustiga o'tirishsa. Bolalar bizani mehmon qilishmoqchi. Menimcha biz o'tiramiz. Kechki ovqat zo'r-ku. Echki go'shtlari. Ha, bu bizning echkimiz.